Yana shu vaqacha o'ynamoqmi? Menga tosh otganga jonini otgan dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan. Azizlar, 2-oktyabr qadam yetib keldi. Hozir videomizni yakunladik, уже boshladik yana. Xudo xolasa 2-oktyabrda endi yana kirib qarindoshlar bilan birgalikda Zulfumar onamizni tabriklab chiqamiz, xursand qilamiz. Shudaki xolajonlarimiz va qarindoshlar va chiqqanlari va hammasini so'z berib o'yin bilgatib, yana tabrikimizni davom qildiramiz. Ko'ravanglar, qani ketdik do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum. Sizlar kelaverdik. Qadamiy vaqtdan o'tdina oqshomga ishga keldik. Sizni tabriklash uchun endi bugun shu qarindoshlar oldida sizni tabriklash uchun kelganmiz. Qizlaringiz nomidan ham tabriklab qo'yamiz, barcha qizlaringiz nomidan. Siz bilasiz, tashkilotchi shu musofirlik qizlaringiz intizor akamiz nomidan, Navoda akalarimiz nomidan tabriklab qo'yamiz. Bola akamiz nomidan tabriklaymiz shu o'rinda siz mehmonlar. Gelinlaringiz, Ro'zaxon akam, o'g'liniz Anvarbek akalarimiz hammasi tabriklab turibdilar. Aqslar Jasmin ham boshidayna Muhammad Razo akalarimiz, Davronbeklar va Oliy Ahmadlar va hamma qarindoshlar nomidan tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Siz yaxshimisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Hammaga bayram muborak bo'lsin. O'tgan bo'lsa ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Shu bayramga ko'psini ko'ringlar. Xudo xolasa